Hammaga salom sizlar bilan Shadow Marine. Bugungi videoda biz yangi qishloqqa kelamiz va skinimiz ham boshqacha. Chunki eski qishloqda meri narsasini o'g'irlaganimga pulim o'lib va skinimni ham olishdi. Oddiy istekda qolib ketdim. Bo'lmasa mana sizlar yangi qishloqqa hozir boramiz. Ozgina qoldi, o'z ko'rgan bo'lsangiz ham kerak. Ketdi bo'lmasa. Hoppa. Mana. Bu yangi qishloq. Tushishim ozgina qoldi. Hoppa. Mana kelib oldim. Endi Mero'ni so'rash kerak. Voy qishloqqa Mero'y qayda? Ana, qora eshik turibdi-ku, o'sha. Hop. Mana shu ekan do'stlar. Salom Mer. Salom. Nima kerak? Men bu yerga yangi keldim. Shuning uchun menga yangi oy kerak. Kuznitsa ham bo'laveradi. Kuznitsa 16 ta emerald. Emerald nima edi? Izamrod. Hop, rahmat. Bo'lmasa izamrodni olgani ketamiz. Ana kim o'ynadi. Taqalataylik ishini. Salom. Salom, kimsiz siz? Bu yerga qachon ko'chib kelasiz? Sal anjum bo'ldi birinchi. Marhamat, anjum bo'ldi. Siz yangimisiz? Ha, yangiman. Uni Kuznitsa menikimi? Ha, sizniki. Qo'shnilarimizda. Hop, mehmon qilarsiz? Ha, qilaman mehmon. Chiqinglar. Hop. Bo'lmasa, mashinchi narsani qildi. Wow! Sandoqda narsalar ham bor ekan. Bu yerda notebook ham bor ekan. Hamma narsa tayyor-ku. Olma hech narsa bo'lmaganmikan? Bo'lmasa, fermachilik ishi boshlaydi u. Mana shu bizniki bo'lsa kerak. Hoppa, do'stlar. Bu Minecraft topishni xohlaganlar bormikin? Yo'qmikin? Hoppa. Ha, orolda yashash challenge ikkinchi qismini xohlasanglar, videoga like bosib qo'yinglar. Hech narsa qolib ketmadi. Hop, bog'ga kartoshka eksam. Kartoshka ham yetdi. Bu yer zo'r qishloq ekan. To'g'risini aytsam, menga juda ham yoqdi bu qishloq. Tabiat ham zo'r. Bu yerda kichkina bo'lsa ham tog', bu yerda tepalik, bu yerda suv. Suzishga borish kerak qo'shnim bilan. Hoppa. Bag'ga ham mana shunday ekib qo'ysam. Bo'ldi do'stlar. Degan ekib qo'yaman. Endi bularni merga topshirsam. Salom Mer. Salom. Nima kerak? Hop, men agrotimni hamma narsalarni oldim. Shuni qayerga qo'ysam bo'ladi? Ichkariga qo'yaver. Hop, rahmat. Mana shu bo'lsa kerak. Ana. Bu bo'ldi. Endi bu yerda. Ne chizasiz? Ha, nima qilaveribsiz? Aylanayvermas, ketdi o'yinlar. Qayga ijara to'lasam bo'ladi? Hamma yerga ko'rsatib qo'yaman. Hop. Keling. Mana mashinani olasiz. Mashaga
meni bitta beraman. Bu meni ijaram bo'ladi. Men Kuznetsada yashayman. Meni qog'ozingizga yozib qo'yasiz, xo'pmi? Hop, hop. Ketdi bo'lmasa. Kecham tushdi, bo'pti qo'shni. Hop, bitta ertaga chiqinglar. Mehmon qilaman. Hop. Bo'lmasa ozgina uxlolay. Mana do'stlar, telefon tushib oldi. Mazza qilib uxlaman, ishdan keyin mazza bo'ladi. Ayniqsa bu Minecraft tabiati. Shadomering. Hop, Ketdi qo'shni qilaman sizni mehmon. men hazillashib aytdim. Nimaga hazillashasiz, yuring. Kiring. O, tortiyamizmi? Ha, qulupnali torta berasizmi? Ha, yoqtiraman qulupnayni. Oh, mazali ekan. Mana buni Bo'ldi. salonda stek bor, eli. Meni qonim to'ydi. Suv ham bor ekan. Mana sizali. Lekin meni qonim to'ydi-da. Malik. Suv ichaman. Bo'ldi. Rahmat sizga bo'lmasa. Hop, Bo'pti. bitta. Chanqab ketdim do'stlar. Tortdan keyin bo'lmasa suvdan olaman. Suvdagi suv toza bo'lsa kerak. Mazali. Suv qanaqa ekan? Yaxshi. Bega chiqaychi. Ana. Mana shu go'zalda mana shu qishloqlarni. Shaharda ham yashaganman. Faqat u paytlari video ko'rmasdim. Suvdan yana olish kerak uyga. Notebook tekshirib chiqdim do'stlar. Unda qiziqarli narsalar va Minecraft ham bor ekan. Bo'lmasa suvni ichib, mazza qilib, yerga qo'yib qo'yaman. Bo'lmasa hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan Shadomering bo'ldi. Bo'pti, kanalga like va obuna bosib qo'ysizlar. 4 ta obunachi bo'ldik. 5 ta bo'lsak 34 bo'lardi. Chunki 5 ta obunachi ham yaxshi. Bo'lmasa hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan Shadomering.